Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Mana bu holatni sog'ingan ko'zlar bormi? Endi o'tka tuxumlarini inkubatorga qo'ygan edik. Ya'ni 2 partiya qo'yganmiz. Birinchi partiya qo'yganimiz hali vaqti bor. Keyin ikkinchisida bitta endi o'tkamiz chamasi 20 kuncha bosib yotib, keyin tuxumlarini tashlab turib ketib qolgan edi. O'shani tuxumlarini olib inkubatorga qo'ygan edik. Bir kun yotmaganini hisobiga tuxumlar biroz muzlagan ekan. Shundan 3 tasi rivojlandi. Shundan bittasi qarang ochib chiqibdi manaki. Mana yangi mehmon. Va u ham ochib chiqib, suv ichiga tushib ketib qopti. Endi hozir buni quritib, to'g'irlab qo'yamiz xudo xolasa. Hozir bizda tayyor sushilkamiz yo'q va shuning uchun inkubatorimizni tagiga joy qilib qo'ya qoldik. Suvlarni ustini setga qo'yib qo'ydik, ichiga tushib qolmasligi uchun. Mana shu yerda issiqqina bo'lib, qurinib oladi xudo xolasa. Endi qolganlari ham sekin ochib chiqishini kutamiz. Mana bu tuxumda esa teshishni boshlagan, ko'rinyaptimi yo'qmi? Manaki, endi ko'rsatsam, teshishni boshlagan manaki. Keyin yana bitta teshishni boshlagan tuxum bu yerga qo'ydik jo'jani oldiga. Mana bu teshgan. Yo'raman deb qolgan. Xudo xolasa endi bularni mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Bu yerda bo'shagan joylarni o'rniga bitta palada qo'yib qo'ydik. Tuxumlar yiqilib ketmasligi uchun. Endi qolganlari bular keyinroq ochib chiqadi. Bu yerda qarasak, mana bunaqa holat. Yaxshi ko'rsatib bo'lmayapti. Ikkita endi o'tka jo'jachamiz ochib chiqibdi. O'zlari hech qanday yordamsiz o'zlari ochib chiqishdi. Bu avvalgi endi o'tkamiz bosib yotgan tuxumlardan turib ketib qoldi oxirigacha bosmasdan. Keyin inkubatorga qo'yib qo'yishga majbur bo'ldik. Ungacha esa to biz inkubatorga uni joylashtirganimizgacha tuxumlar yaxlashga ulgurgan ekan. 8 ta tuxumdan 3 tasigina omon qolibdi. Hozir endi 3-chi ochib chiqishini kutyapmiz. Qolganlari ham rivojlanib kelyapti. Ularni 14 tadan adashmasam 11 tasi urug'langan ekan. Hali urug'langan rivojlanib kelyapti. Ularni hali ko'rsatib boraveramiz. Endi bugundan boshlab xudo xolasa bunga ustiga suv brizgit qilamiz, chunki 20-kundan o'tgandan keyin 20-25-kun oraliqlarida e'tibor bersanglar, endi o'tkalar turib cho'milib kelishda boshlaydi. Bu tuxumlarini namligini oshirish uchun endi mana shunday ochib qo'yib, keyin namlantirib, mana shunaqa holatlarni qilishni boshlaymiz.